Assalomu alaykum, tinchmisizlar, bo'lmasizlar. Bugun xudo xolasa seshanba. Bizlar bugun gashtagimiz bor. Shunga hozir ertalabdan yo'lga chiqdim. Soat 10 gacha borishimiz kerak. Hozir bitta joyga borishim kerak. Ya'ni mashinani oynalarni tint qilish kerak, ya'ni qoraytirish kerak, PPF qilish kerak, ya'ni paint protector film deyiladi. Ya'ni mana bu old tarafini plyonka urdirishim kerak. Har xil chiziqlardan, toshlardan, yo'lda yurganda hasharotlar uriladi, shulardan asrash uchun mana shu old tarafini atrofini aylantirib qilish, atrofini aylantirib pul hamma yerni qilish $7000 ekan. Hamma yerni qiliriz. Endi men 7000 slishkim qimmat. Shunga men hozir endi men buni ikkita oynani old tarafi mana shu ikki tomon krilo, bu kaputlar, keyin oldingi bamferlari gaplashdim. Mana bunaqa kichkina bo'laklari qimmat. Shuning uchun unga vaqt ko'p ketadi dedi, shartnomasi. Mana shunga demak ikkita oyna, ikkita arqa tarafi, ikkita krilo, kaputga bamfer. Mana shunga $2100, $2000, $2000 deylik, shunaqa dedi. Endi keyin to'rtta tomon oyna, hamma tomon oynani qoraytirish kerak. O'zi zavozga mana qora o'zi. Qora o'zi zavozga. Zavozga mana orqasi ham qora. Endi men 100% qilmoqchiman buni. 100%. Keyin mana bu oldingi oynada ikki tarafda yo'q. Hech narsa yo'q. Bu yoqda ham yo'q, hech narsa yo'q. Buni ham qoraytiraman. Endi 100% emas, sal qaroq. Buni ham sal qaroq qildiraman, xudo xolasa. Keyin tepada anaqa bor. Lyuk bor, oyna tepada. Mana. Tepani ham anaqa qildirmoqchiman. Plyonka urdirmoqchiman. Tepani. Keyin plus mana bu yoqdan chiqayni, hozir ko'ramiz hozir. Mana bu ekran bor oldida. Shu ekranni ham barmog'ing yuzda qolmasligi uchun qilib beramiz dedi. Mana bu ekran hozir. Tek qo'shaylik. Shuni yoqib qo'yaylik, biroz qizsin. Mana bu kichkina ekran. Keyin mana bu to'liq hammasini qilamiz dedi. Keyin mana bu 4 teshik, mana bu qo'l tiqadigan joyi, mana bular qiriladi, hali tirnoqlar, ayollar ochganda uzuklari bo'lishi mumkin. Shunga qirilmasligi uchun mana bu yerni ham nima qiladi? Plyonka uradi. Keyin mana bu eshik qirralariga, mana bu eshik qirrasiga ham qilib 4 teshikka. Mana shunga $500-600. Xullas, o'pshi mana shu hammasiga 2600 ga kelishdik. $2600 ga. Bu endi o'tgan yili bitta tanishimiz qildirdi. U endi James Denali edi, u 2000 ga qildirgandi. Kadilaki qimmatroq bo'ladi deb narxini oshirdi. Endi boshqa yerlarga gaplashdim. 5-6 joyda hammasidan ham bu oxirgi gaplashganim sal kelishtiribroq aytdi narxini. Ham o'zimiz O'zbekistonlik, Toshkentlik yigit anchadan beri shu ish bilan shug'ullanar ekan. Hozir shunga boramiz, xudo xolasa. Mana shu yer mana. Ismi Davron. Mana mashinani qo'ydim. Mana shu PPF Doctor by XPL deydi. Hozir shunda qilishyapti. PPL qilishadi shunda.
tikilib o'tirmagan. Tak, bu yoqda bunaqa oynani tent qiladi. Bitta shundan so'ragan aytmasa. Xullas mana shu davron. Mana shu joyi bu ofisi. Mashinani qo'ydik. Kamera bularda qo'ymay ekan. Tonirovka nima? Tak, mana shu 3 xili bor ekan. Bunisi oddiy, bunisi ham nonokeramik. Faqat 80% mi shu issiqlik o'tkazadigan, 88. Bunisi 98% mi shunaqa ekan. Xullas. Bu eng oddiysi, eng arzon. Bunisi qimmatroq, bunisi qimmat ekan. Xullas biz hozir hamma tomonlama 5% ligini qildik. Driver haydovchi tomoni 15% ligini, oldini 55% ligini. Bilaboy. Tomi ham mana shu 15% ligini tom. Shuni qildik. Mana bir kun o'tdi. Assalomu alaykum. Mashinamiz tayyor bo'ldi deb telefon qilishdi. Hozir ko'ramiz. %100% qora bo'lsin degandir. 100% qora bo'lishdi. Yaxshi bo'lganmi? Mana oldlarini qara, mana shu yerlarni PPF qil degandim. Kraskasi nima tagi? Menga markasini aytdim. Demak, hozir so'raymiz. Buni ham qilibdi. Tomini ham qilibdi. Yaxshi. Buni olib qo'yibdik bu yoqqa. Aloq bermasin deganda. Qanday chiqqan? Kirga yetgansiz. Oldiga. Buni ham yerni, mana oynaning orqasini, keyin bamper. Buni ham o'zim etaman degandi. Buni ham. Bu tomoni ham. Mana bular qara uribdi, yaxshi chiqqani. Mana bular oq edi. Mana bular oqishroq edi. Bilyaptiki. Buning orqasi. Sezilyaptimi? Qo'yilgan ham Bilyaptimi? Yomg'ir nima bo'lsa ham anaqa bo'lmay ekanda, tushib ketay ekan. Nimani olib kel? Termiz olib kelib oldiga qo'y. Mana chiqarib oldik mashina. Davroni ustaxonasidan. Rapid window tinting, keramik. Mana. Demak, oynalar atrofini 100%, mana bu yoq 100%. Bu yoqni ham 100%. Bu yoqni 85%, ya'ni 100% dan bitta kamroq. Oldini 5 svetnidan bitta qora. 15% deymiz, nima deydi? Bu ham 85%. Bu yoqlar 100% hammasi.
tepasini hozir tashqariga chiqdik. Tepasini ham 85%, 100% qilmadik. Tent qilindi. Hamma yopishtirib qo'ydik, чтобы oynani tushirmanglar dedilar. Keyin mana bu nimani matuvey qildi. Mana buni. Barmoq izlari qolmasligi uchun. Buni ham. Xullas. Bu tursin bu. Oynalar shunaqa qilindi. Keyin PPF deydi, Paint Protection Film deydi. Mana buni orqasi oynaning. Bu krilo, kaput, bumper, mana bu svet, mana belari, lampochka. Bu yog'i ham shunaqa krilo. Buni orqasi oynaning. Keyin 4 ta mana bu qo'l tiqadigan joyi, чтобы tirnoq, keyin uzuklar qirmasligi uchun 2 mana bu yerni zashta, hali qirilmasligi uchun 4 ta devor. 4 ta devor deyman, 4 ta eshik. Mana shu qilindi, hammasiga $2600 to'ladik. Hammasiga. Ko'ramiz endi yo qanday. Kameramiz bor. Uyda turibdi. Shuni ham qo'ysak, shu bilan tugaydi. Xudo xolos. Ishimiz bu mashinada boshqa narsa kerak emas. Katta rahmat. Oxirigacha sabr bilan ko'rganingiz uchun.